Ishtiyoq haqida gap ketganda, ko'pchilik buni ichdan keladigan ilhom yoki kayfiyat deb tushunadi. Go'yo ishtiyoq bo'lsa, ish osonlashadi. Bo'lmasa, umuman boshlamaslik kerak edi. Aslida bo'lsa, ishtiyoq bilan qilingan ish va ishtiyoqsiz qilingan ish o'rtasida farq bor. Lekin bu farq odamlar o'ylaganchalik sodda emas. Ishtiyoq bilan qilingan ishda inson majburlab emas, tortilib harakat qiladi. Diqqat chuqurlashadi, vaqt tezroq o'tadi. Ichki qarshilik kamroq seziladi. Bunday holatda ish yengil bo'lib qolmaydi, lekin u kamroq zo'riqtiradi. Ishtiyoqsiz qilingan ishda bo'lsa, jarayon boshqa mexanizm bilan ishlaydi. Bu yerda insonni oldinga tortadigan narsa ilhom emas, balki majburiyat, javobgarlik yoki intizom bo'ladi. Bu ham ishlaydi, natija ham bo'lishi mumkin, lekin energiya tashqi tomondan kelgani uchun charchoq tezroq yig'iladi. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Ular shunday xulosa qiladi: agar ichimda ishtiyoq bo'lmasa, demak bu ishni qilmasligim kerak. Natijada odam yopiq doiraga tushib qoladi. Ish qilinmaydi, chunki ishtiyoq yo'q. Ishtiyoq kelmaydi, chunki ish yo'q. Mana shu doira juda ko'p odamlarni bir joyda ushlab turadi. Bugun men aynan shu noto'g'ri tushunchani ochmoqchiman. Ishtiyoq aslida qayerdan paydo bo'ladi? U ishni boshidami yoki ichidami? Bu video motivatsiya haqida emas. Bu video sevgan ishingni qil degan romantik maslahatlar haqida emas. Bu video ilmiy izlanishlar, real tajriba va mantiq asosida ishga nisbatan ishtiyoq qanday ishlashini tushuntirish haqida. Agar siz hozir ishingizdan sovib qolgandek his qilsangiz yoki balki bu meni ishim emasdir degan savol ko'p bo'lsa yoki ish qilishingiz kerakligini bilib turib, lekin ichingizdan tortmayotgan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Ishtiyoq sabab emas, natija. Psixologiyada bitta muhim tushuncha bor. Inson miyasi yoqimli hissiyotlarni ko'pincha ish boshlagandan keyin beradi. Ya'ni biz o'ylagandek, avval ishtiyoq keladi, keyin ish qilinadi emas. Ko'p hollarda jarayon teskarisiga ishlaydi. Ish boshlanadi, kichik natija chiqadi, shundan keyin ishtiyoq paydo bo'ladi. Ilmiy tadqiqotlarda bu holat dopamin mexanizmi bilan tushuntiriladi. Dopamin mukofot kutish hissi. U ish boshlashdan oldin emas, ish harakatga tushgandan keyin faolroq ishlaydi. Shu sabab ishtiyoqni kutib o'tirish, ishga umuman imkon bermaslik bilan barobar. Asosiy savol, ishtiyoq nima uchun tez yo'qoladi? Ko'pchilik shuni aytadi: boshlagandim, lekin ishtiyoq tez so'ndi. Bu yerda muammo ishda emas, muammo kutishda. Agar inson ishda doim yoqimli bo'lish kerak, doim kayfiyat berish kerak, doim tez natija berish kerak deb kutsa, birinchi qiyinchilikda ishtiyoq so'nadi. Ilmiy kuzatuvlarda buni hedonik moslashuv deb atashadi. Ya'ni miya har qanday yangi hissiyotga tez ko'nikadi. Bugun hayajon bergan narsa ertaga oddiy holga aylanadi. Shu sabab ishtiyoqni barqaror kuch deb qabul qilish xato. Endi intizom va ishtiyoq o'rtasidagi haqiqiy bog'liqlik haqida gaplashsak. Ko'pchilik intizomni ishtiyoqni dushmani deb o'ylaydi. Go'yo intizom bo'lsa, ish sovuqlashib ketadigandek. Aslida esa ilmiy va amaliy tajribada buni aksi ko'rinadi. Intizom ishtiyoqni o'ldirmaydi. Intizom uni saqlab turadi. Masalan, marketing yoki savdo sohasida ishlaydigan odamni olsak, u bir kuni yaxshi natija ko'rsatadi. Mijoz keladi, savdo bo'ladi, reklama ishlaydi. Shu payt ishtiyoq bor, lekin agar bu jarayon tizimga tushmagan bo'lsa, ertasi kuni kayfiyat tushadi. Natija takrorlanmaydi. Shu joyda ko'p odam xato xulosa qiladi. Demak, bu ish menga yoqmas ekan. Aslida esa muammo ishtiyoqda emas, muammo takrorlanadigan tizim yo'qligida. Intizom ishni odatga aylantiradi. Qaror qabul qilishni kamaytiradi. Miyada ortiqcha ichki tortishuvni o'chiradi. Ishlaymanmi yoki yo'qmi degan savol kamaysa, energiya ishda o'ziga ketadi. Shu sabab ko'plab professional sohalarda ishtiyoq ilhomdan emas, ritmdan paydo bo'ladi. Ishtiyoq yo'qligi har doim noto'g'ri ish belgisi emas. Bu juda muhim joy. Ko'pchilik agar ichim tortmayotgan bo'lsa, demak bu meni ishim emas degan xulosa qiladi. Bu xulosa har doim ham to'g'ri emas. Ayniqsa biznes, savdo yoki marketing. Bu sohalarda ishni boshida ko'pincha noaniqlik ko'p bo'ladi. Natija sekin keladi. Xatolar tez-tez chiqadi. Shu bosqichda ishtiyoq yo'qligi ko'pincha noto'g'ri ish belgisi emas, balki hali yetarli tushuncha va mahorat yo'qligining belgisi bo'ladi. Psixologik tadqiqotlarda shuni ko'rish mumkin. Ko'p odamlar bir sohada mahorat hosil qilgandan keyingina unga nisbatan haqiqiy qiziqish his qiladi. Ya'ni avval tushunish keladi, keyin qiziqish. Ishtiyoq ko'pincha kompetensiya ortidan keladi. Bu degani shuki, agar siz hozir ishni tushunmayotgan bo'lsangiz, qiynalayotgan bo'lsangiz, bu hali noto'g'ri yo'ldaman degani emas. Qachon ishtiyoqni kutmaslik, qachon esa signal sifatida ko'rish kerak. Mana shu joyda ko'pchilik chalkashib qoladi. Bu yerda muvozanat muhim. Agar siz ishni bajaryapsiz, rivojlanyapsiz, lekin vaqtinchalik sovug'lik bo'lsa, bu normal holat. Lekin agar uzoq vaqt davomida hech qanday o'sish bo'lmasa, qiyinchilik emas, befarqlik kuchaysa, o'zingizni majburlasam ishlamay qo'ysa, bu boshqa signal. Bu holatda masala ishtiyoqda emas, balki yo'nalishda bo'lishi mumkin. Xulosa o'rnida ishtiyoqni noto'g'ri joydan kutish ko'p odamni ish boshlashdan to'xtatadi.
Ishtiyoq ko'pincha yo'lni boshida emas, yo'lni ichida paydo bo'ladi. Shu sabab savolni boshqacha qo'yish kerak. Men hozir ishtiyoqni his qilyapmanmi? Emas, balki men ishni qila olyapmanmi? Agar ish bor bo'lsa, ishtiyoq uchun imkoniyat bor. Ishtiyoq bu sovg'a emas, u ko'pincha mehnatni yon mahsuloti va eng muhimi, ishtiyoq yo'qligi sizni to'xtatmasin. Lekin uni mutlaqo inkor qilish ham shart emas. Uni tushunish ishni to'g'ri joyga qo'yishdan boshlanadi. Ishtiyoq buyruq bilan keladigan narsa emas. Unga bo'l deb aytish bo'lmaydi. Lekin unga joy tayyorlab berish mumkin. Ishtiyoq odatda shunday joylarda paydo bo'ladi. Ish aniq bo'lganda, qadam kichik, lekin yakunlanadigan bo'lganda, natija ko'rinadigan masofada turganda, qarorlar kamayib, ritm paydo bo'lganda. Bu sharoitda inson o'zini majburlanmas, sekin-asta tortilib, harakat qilib boshlaydi. Shu sabab savolni boshqacha qo'yish foydaliroq. Qanday qilib ishtiyoq topaman emas, ishtiyoq paydo bo'ladigan sharoitni qura olyapmanmi? Agar hozir ishingizda sovuqlik bo'lsa, bu har doim ham noto'g'ri yo'ldaman degani emas. Ba'zan bu shunchaki haddan tashqari katta kutishlar, natijasiz bandlik yoki tizim yo'qligini belgisi bo'ladi. Ishtiyoqni izlab ishni to'xtatish shart emas, lekin ishtiyoq umuman bo'lmaydigan joyda ham uzoq qolib ketish kerak emas. Muhim narsa farqni ajrata olish. Agar ish harakatda bo'lsa va harakat o'sishga olib borayotgan bo'lsa, ishtiyoqni ham kelish ehtimoli doim bo'ladi.